Kecha treshina operatsiyasi bilan Qozog'istondan kelgan bemorimizni operatsiyaga olgan edik. Bemorimiz operatsiyadan oldin juda qo'rquvda, sababi treshinada hamma biladi, hojatdan keyingi va hojat paytidagi juda kuchli og'riq bo'ladi. Bemorimizdan xuddi shunaqa ko'p bemorlarimiz o'zi og'riqdan qo'rquv bilan keladi. Operatsiyamiz yaxshi o'tdi, Xudoga shukr, alhamdulillah. Operatsiyadan keyin mana bemorimizda og'riqlar yo'q. Bemorimizda 4 ta treshina bo'lib, orqasida spazm natijasida juda torayib qolib, axlat chiqishi ham juda qiynalib kelgan edilar. Mana bemorimiz minnatdorchilik bildirmoqchi ekanlar. Qozog'istondan kelgan bemorimiz. Esim Daniyar bo'ladi. Mashallah, men qancha jil o'sha treshinaмен qiynalib yurdim, qo'rqdim. Mana doktorga rahmet. Kecha setdik operatsiya, bugun o'tirmiz, yurib уже qaytib o'tirmiz. Уже тренировкада istayver, shomlaver dedi, sapasi o'ta yaxshi vrach. Kelingizlar, qo'rqmangizlar, meni o'xshab qiynalmangizlar. Qancha jil qiynalib yurdim. Qiynalganga arzimaydi ekan. Mana hozir o'tirman o'zim. Men bir o'zim o'ta quvonchliman, roziman. Doktor, sizga Alloh razı bo'lsin. Alloh shifo bersin. Mashallah. Sog'ayib keting. Ko'p rahmet. Qo'rqmangizlar, kelingizlar, sapasi o'ta yaxshi. Ауырмайды, qo'rqmangizlar. Kecha setdik, bugun mana уже qaytib o'tirdik. O'tirmiz, o'tiramaysin deb edi. Qozog'istonda qancha qiynalib yurgan odamlarni ko'rdim, biroq o'kінішке орай o'sha yerga setdim, yaxshi. Keremet, qo'rqmangizlar, kelingizlar. Mashallah, o'zim roziman. Rahmat.